Assalomu alaykum, bu o'zto'qmachilik sanoatining haftalik dayjesti. Assotsiatsiya o'tgan haftani Beta Cotton xalqaro dasturining nufuzli yillik anjumandagi ilk ishtiroki bilan boshladi. Dastlab Beta Cotton haqida qisqacha. Xalqaro assotsiatsiyasi 2,5 mingdan ziyod a'zolarni, qolaversa 330 ga yaqin brend va to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarni bir nuqtada birlashtirgan platforma. Ularning orasida o'sha mashhur IKEA, Hennes Mauritz, Inditex, Gap, Nike, Lev Strauss Co kabilarni ko'rasiz. Tom ma'noda uchrashuvlar haftasi. Navbatdagisi Birlashgan Arab Amirliklarining SWS Holding kompaniyasi vakillari bilan. SWS Holding chiqindi suvlarni yig'ish, oqova suvlarni utilizatsiya qilish va tozalash bilan bog'liq innovatsion loyihalarni dunyoga taqdim qilib kelmoqda. Endi uning harakat doirasida O'zbekiston hududida ham bo'ladi. Pokiston. Adidas, Zara, Hennes Mauritz, Mango, Guess, Next va boshqa jahon brendlarining yorlig'iga hech e'tibor berganmisiz? Made in Pakistan. 2021-yilda Pokistonda tarmoq muhim yutuqlarga erishdi. To'qimachilik eksporti rekord darajadagi 19,9 milliard dollarga yetdi. Bu mamlakat umumiy eksportning yarmidan ko'pini tashkil qiladi. Hafta davomida o'z to'qimachilik sanoati uyushmasi raisi Pokiston Islom Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi bilan uchrashdi. Uchrashuvda Karachi shahrida logistika markazi ochish imkoniyatlari va pokistonlik tadbirkorlarning ITMF xalqaro konferensiyasida ishtirok etishi masalalari kabilar ko'rib chiqildi. Bu hafta davomida kuzatganlarimizning bir qismi edi. Bizni kuzatishda davom eting. To'qimachilik sanoatidagi yangiliklardan boxabar bo'lish uchun rasmiy sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.